Друзья, мы продолжаем. Do'stlar, biz davom etamiz. Navbatdagi jangimiz super og'ir vaznda. Super tяжелый вес. Plus 97 kilogramm vazn toifasida bo'lib o'tadi. Ushbu uchrashuv referisi ekstra toifadagi hakam Erkin Po'latov. Olqishlab qo'yamiz. Erkin Po'latov, xalqaro toifadagi hakam, ekstra hakam. И приглашаем участников на ринг. На красный угол приглашается боец из Белорусской Республики Вадим Ролич. Demak, dastavval ringga chiqib keladi. Xalqaro toifadagi sport ustasi Belarus Respublikasidan Vadim Rolich. Zartor jangchi. Его соперник va uning raqibi ko'k burchakka taklif etiladi. Ilyosbek Komilov, O'zbekiston. Uning raqibi Ilyos Komilov, yurtdoshimiz. Xalqaro toifadagi sport ustasi, amaldagi jahon chempioni, jahon kubogi sohibi. Kam tajribaga ega bo'lgan jangchi Ilyos Komilov. Demak, do'stlar, sportchilarni sizga taqdim etaman. Итак, друзья, представляю вам бойцов. Красный угол. Он является мастером спорта международного класса. Он победитель многих турниров и чемпионатов. Победитель Кубка мира 2023 года. Поприветствуем Вадим Ролич, Беларусь. И его соперник va uning raqibi qo'l jangi bo'yicha xalqaro toifadagi sport ustasi, 2023-yilgi jahon chempioni, 2023-yilgi jahon kubogi g'olibi. Olqishlaringiz u Toshkent shahridan Ilyosbek Komilov, O'zbekiston. Bo'y borasida deyarli farq yo'q. Har ikkisi zarbdor, ayniqsa Belarus Respublikasi vakili. Anchagina yana bir aytaman, zarbdor sportchilardan biri hisoblanadi. Birinchi raund. Qo'llar baland ko'tarilgan. Juda aqlli jangchi albatta Ilyos. Boshqa zarba yo'llash mumkin va ketdi. Ortish usuli yo'q, mustahkam ushlay olmadi. Bo'ldi. Birinchi imkoniyat berildi, o'tmadi, bo'lmadi. Erkin Po'latov bahsni to'xtatyapti. Shu turgan holatda jangni davom ettirish mumkin bo'ladi har ikkala sportchi. Shu masofani yaxshi his qiladi Ilyos. Jangni parterga o'tkazishga harakat qilib ko'rdi, himoyalanyapti. Raqibi jab. Sirpanchiq, nima ham qilamiz deyapti Ilyos. Raqibiga front kick bilan raqibni to'xtatishga muvaffaq bo'lyapti. Og'ir mana shu kicklar og'ir. Juda ham kutib olish harakat qilyapti. Middle kick. Ikkilik zarba.
Belaruslik jangchidan Vadim Rolich. Bo'lmadi. Rolich urmayapti hozir. Keskin ravishda oldinga tashlangan edi Ilyos. Rolichning ham minutlar bu yerda keskin ko'rsatmalar beryapti. Kilik zarbasi o'tmadi. Sirpanchiq, juda sirpanchiq va xalaq beryapti. Aytib o'tdim, zarba sportchilarga bu qiyinchilik tug'diradi deya. Qanday middle kick. Rolich zarba o'tkazib yuborgandan so'ng oldinga o'tishga harakat qilib ko'rdi. O'tmadi zarba, clinch. Qaradi Erkin Po'latov. Sirpanib kechyapti. Vazn og'irroqda, super og'ir vazn toifasi. Low kick. Chap qo'l yon tarafga zarba o'tkazib yuboryapti Ilyos. Va raund yakuniga yetdi. Menimcha hozir tezlik bilan mana shu ring holini namligini kamaytirish shart. Juda qattiq xalaqit bermoqda. Jang bo'lishiga. Bu jang 5 raund deb belgilangan. 3 daqiqada. Takrorlab qolar do'stlar. Shoh Milogeka ovozi ham yo'qda eshitilgan. Og'riqli bo'lgan, mana shu zarba o'tkazib yuborib, darhol oldinga qarab borgan edi. Vadim Rolich. Ikkinchi raund, второй raund. Ikkinchi raund. Middle. Qanday himoyalanyapti Rolich. Himoyalanyapti yana. Low kick, og'riqli. Qarama qarshi zarbalar yo'layotganda beldan past qismiga taqiqlangan zarba berib yubordi. Ilyos Komilov atayin emas. Jarayon shunday. Jang davom etadi. Onqol cross. Qisman lekin mo'ljalga bordi. Mana bunday zarbalar ta'sir qilmayotgandek tutyapti o'zini. Belarus Respublikasi vakili ikkita zarba ogohlantiryapti Ilyos Komilovni. Erkin Po'latov ushlash mumkin emas kanatlarni. Chag'itdik. Raqibni qimmatlatishga majbur qila oldi. Ikkinchi zarba bo'lmadi. Mana takedown bor. Ammo hozir o'zi tushib qolishi mumkin murakkab holatga. Oyoq chiqib ketyapti. Zarba. Asir panchiq. Zarbalar almashinuvi. Har ikkisi kuchli zarba yo'ladi. Low kick. Middle kick. Chap qo'l zarba o'tkazib yuboryapti Komilov. Muvozanatni ushlash biroz qiyin kechmoqda. Beshgacha ham sanab o'tirmadi, darhol to'xtatib qo'ya qoldi jangni.
Erkin Po'latov yaptı Komilov. Muvozanatni ushlash biroz qiyin kechmoqda. Beshgacha ham sanab o'tirmadi, darhol to'xtatib qo'ya qoldi jangni. Erkin Po'latov high kick, clinch, round yakuniga yetib boryapti. Oson kechmayapti do'stlar, ochiqlik aytamiz, mana shu jang oson kechmayapti. Raqib haqiqatdan ham taxmin qilingan kuchli jangchi ekanligi ma'lum bo'lyapti. Birinchi raund biror bir sportchi ustunlik bera olmayman. Takedownlar bo'ldi. Ikkala tomondan ham ancha zarbdorlik borasida keskin zarbalarni yo'llashga muvaffaq bo'lyapti. Mahkam o'ziga middle kick. Yo'q, endi o'tmadi. Ikkita zarba bosh qismiga yo'llashga muvaffaq bo'lyapti. Rolich Vadim turgan holda Ilyos submissionlari bor. Endi xalaqit beryapti ochishasiga to'xtamiz. Hozir jangni yaxshi olib borishga ringning sirpanchiqligi Ilyos chunki jangda raqibdan kelib chiqib biroz ayyor, yaxshi ma'noda aytib o'taman, ayyor jang olib borish ko'radigan sportchilardan biri hisoblanadi. Ammo bu vaziyatda bunday imkoniyat berilmayapti unga. Bu imkonni topa olmayapti.
Va do'stlar, 3-raund ham yakuniga yetdi. Lekin harikalar tarafga bu bir holat. To'rtinchi raund. 4-raund. Mana shu krossini baribir amalga oshirishga harakat qilyapti Ilyos. Front kick. Belaruslik jangchidan high kick. Komilov tavakkal endi. Tavakkal o'ng qo'lini tashlayapti. Ikkala sportchida ham jismoniy holat. Yiqityapti. Raqibini o'tkazmoqda va mana shu yerda bog'layapti. Turgan holda jang davom etadi. Oyoqqa tashlayapti endi ochiqchasiga Ilyos. Vadim Rolich esa shuni bo'lgandek mana shu jangni qanday o'tkazish kerak. Low kick, high kick. Keskin zarba yo'llamayapti, lekin mana shu ayyorligi ish bermoqda. Sekundada qanday ko'rsatma bersa mana shuni bajaryapti. Rolich bajaryapti Vadim. Middle kick, low kick bilan javob. Noyob holatlardan biri, nisbatan bo'lsa nima qilish kerak? Back fist amalga oshirmoqchi edi, o'tmadi. Muvozanatni saqlay olmay sirpanib yiqilib tushyapti. Rol zarba yo'llamayapti. Turgan holda jang o'tkazilmoqda. Muvozanatdan chiqarib yuboryapti mana shu zarbasi bilan. Raqibni Baxtiyor Mirzaqulov ham hozir ko'rsatma beryapti. Jangni faolroq olib borish kerak ekanligini turgan holatda. 4-raund yakuniga yetdi. Mirzaqulov Baxtiyor Shoriyevich keldi hozir. Qarang. Keskin ko'rsatmalar beryapti.
Monaliyev ham kelyapti hozir mana shu ko'rsatma berishga yordamga. Uyg'otishga harakat qilishyapti. Bizga esa takrorlab qolamiz. Namoyish etib berilmoqda. Mana shu jangi turli murabbiylar qo'lga kelib, Ilyos o'zi tajribali sportchi, tajribali jangchi aytamiz, ammo xalaq beradigan omillardan eng kattasi bu devosda uning klubiga namlik. Lekin ikkala sportchi ham bir bor umidini, bor kuchini mana shu raundga berish kerak endi Ilyos. So'nggi raund, ikkinchi raund. Yaxshi middle kick yo'llashga muvaffaq bo'lyapti. Vadim Rolich zarbdorlik borasida juda xotirjam, lekin biladi Ilyos Komilovning xavfli ekanligini, unda kuchli zarba bor ekanligini. Front kick. Chap qo'l. Yon taraflama zarba. So'nggi raund, uni oldinga cholashga harakat qilishyapti. Front kick. Yana bir front kick. Take down. Back mount emas, belni nazorat qilgan holda zarbalar yo'llayapti, ammo Rolich Vadim shoshilmayapti bu ishlarni amalga oshirishga. Middle kick. Qanday yiqildi, qanday yiqildi. Oyoq zarbasini amalga oshirish chog'ida o'tkazib yuboryapti. Lekin mana bunday yon taraflama zarba, ortidan uchta ketma-ket zarba bo'g'ishga harakat qilmayapti. Juda ko'p imkoniyat yuzaga kelayotgan bo'lsa-da, Belarus Respublikasi vakilidan. Front kick, chap qo'l, ortidan zarba. Rolich turli zarbdorligini turlicha namoyish etib beryapti. Nima bo'ldi? Qo'rqoq yechilib ketgan ko'rinadi. Tezdagina epaqaga keltirishadi. Davom etamiz. Zarba. Modrod yo'qotib yiqilib tushgan raqib. Bog'layapti. 30 zarbalik esa sirpanchiqlik babi yuzaga keldi. Chiroyli yana bir zarba amalga oshirishga harakat qilib ko'rdi. Lekin Rolich ham unda ham kuch qolmadi. U ham super og'ir vazn toifasida, u ham oyog'ida zo'rg'a turibdi. Qo'llari pastga tushib ketgan. Tavakkal qilyapti Ilyos. Tavakkal qilyapti mana shu zarbalari bilan. Raund so'ngini o'g'irlab ketishga harakat qilyapti. Ana bunday take down amalga oshirishga urinmoqda Rolich. Va do'stlar, 5 raund davom etgan jang yakuniga yetdi. Olqishlar albatta. Super og'ir vazn toifasida 5 raund imkon qadar qo'shib faol jang olib borishga harakat qildi. Yaxshi jang o'tkazdi Rolich. Yaxshi jang uchun
ham kuzatganmiz. Zardorlik borasida juda ustunlik. Bu bahsda Ilyos o'zining parterdagi salohiyat namoyish eta olmadi. Sabab bu bahona sifatida aytib o'tmayman do'stlar. Bu o'zingiz ko'ring. Давайте, друзья, поприветствуем за такой яркий бой бойцов. Ajoyib jang uchun har ikkala sportchini olqishlab qo'yamiz. Итак, официальный результат этого боя. Ushbu uchrashuvning rasmiy natijasi. В этом бою со счетом 4-1 победу одерживает боец из красного угла. Вадим Ролич, Беларусь. Vadim Rolich g'alaba qozonyapti. Aniqroq, yaxshiroq harakat qildi sportchi. Ilyos esa o'z nimalariga qodir ekanligini ko'rsata olmadi. Господина Нуралиев Журабек Эралиевич, а также Savatov Baxtiyor Xolyorovich taqdirlash uchun taklif etamiz. Qashqadaryo qo'l jangi federatsiyasi raisi, Davlat xavfsizlik xizmati Qashqadaryo viloyati boshqarmasi boshlig'i Nuraliyev Jurabek Eraliyevich hamda O'zbekiston huquqni muhofaza qilish organlari qo'l jangi federatsiyasi raisining o'rinbosari Savatov Baxtiyor Xolyorovich. Hech qisiyo deymiz albatta. Ilyos Komilov irodali jangchimiz, irodali sportchimiz. Kelgusida ham unga omad tilab qolamiz. Rolishni tabriklaymiz. Vadim Rolich Belarus Respublikasidan aqliy jihatdan mana shu moslasha oldi ringdagi sharoitga va g'alaba qozondi. Va do'stlar, kechaning so'nggi jangi boshlanish arafasida. Ungacha ringni baqaga keltirish kerak. Hozir bo'lib o'tadigan jang sholing do'stlar.